Bugun biz O'zbekistonda dekorativ qoplamlar yo'nalishida eng taniqli bo'lgan brend Moviy Omad Fayz korxonasining Buxoro filialiga tashrif buyurdik. Bu brendda qurilish sohasida faoliyat yuritayotgan akalarimiz yaxshi bilishadi. Moviy brendi 2011-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa, shu vaqt mobaynida MDH davlatlarida muntazam ravishda o'z mahsulotlarini eksport qilib kelmoqda. Moviy brendi bizga qanday mahsulotlar yetkazib berishini bilasizmi? Uyning tashqi fasadi uchun ishlatiladigan travertin va unga qo'shimcha gruntovka, shpaklyovka, lak va jemshug mahsulotlarini shu do'kondan topasiz. Bundan tashqari dekorativ mahsulotlar, Atachento hamda Venetsianka mahsulotlari ham mavjud. Shahar ichiga yetkazib berish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Moviy brendi ostida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o'z qurilish do'konlarida sotib, biz bilan hamkorlik qilishni istagan akalarimiz uchun mahsulotlari cheklanmagan holatda yetkazib beriladi. Mahsulotlarimiz sizga qiziq bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamlar orqali bizga qo'ng'iroq qilib, barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Buxoro shahri Raymak Kalsodan Kolxoz bozorga ketaverishdagi Mosalah osh markazi qatorida joylashgan Moviy Travertin do'koni. Moviy ishonchni qozongan brend.